Taassurotlar. Aka, alhamdulillah. Chiqib qaytyapmiz. Qaytyapsizmi? Bor ziyorat qildik, namoz o'qimadik. Aha. Chunki o'qilishlikka ham, qaytarishlikka ham buyurilmaganmiz. O'sha davrda bir his qilishga harakat qilib ko'rdik. Ozgina tarixini qo'limdan kelgancha she'rlarga aytib berdim. Nima endi menga aytmay qaytib ketyapsiz? Chiqolmadingmi? Lekin Tursun aka men qaytdi deb o'yladim, chiqyapti, Alloh razı olsun. Yaxshi. Aka, soat 650 metrmidi? Ha? Bilmayman, to'g'risi. Taxminan, asli Google'dan ko'rasizlar 650 metr edi. Bu 720 metr edi. Soatdan tepaga. Soatdan 50-60 metr, 70 metr yuqoriga chiqdik. Xudoimiz. Assalomu alaykum. Mansurbek do'stim, aka. Charchamang. Aka chiqmaysizmi siz? Chiqyapmiz mana. Uncha kech. Biz payga o'ynagan kim o'dik? Biz toqqa chiqqani keladi, kelyapmiz mana. Mashalloh, Alloh qabul qilgan. Yaxshiysiz. Chiqyapmiz. Hozir ko'ringlar, guvoh bo'lasizlar. Men atilab aka g'orda ichini syomka qilmadim. Hali keladigan insonlar uchun bir mavhum bo'lib, qiziq bo'lib qolsin dedim. Sizdan ham iltimos qilaman, olmang. O'zingiz olib qolavering, hali omma uchun qo'ymang lekin. Bo'ldi. Hali qiziqatda mushtoq bo'ladi. Kelinglar, ushbu yerda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 kecha kunduz qolib, asl hijratni avvalgi kunlar shu yerda o'tkazgan-ku. Shuni guvoh bo'lasizlar. Mana men hozir chiqib ancha qiynaldim. Yoshim 36-37 taman. Lekin asbayda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari Asma onamiz, Oysha onamizda opalari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ushbu yerlarga yemeklarni olib chiqqanda aka, shu yerga qarang, qanaqangi baquvvat irodasi metin ayollar bo'lgan ekan, Alloh rozi bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Amin. Bizni hozir otalarimiz ham chiqishibdi, 70 yoshli. Hali afg'on otalarni ko'rdim. O'sha 70 dan katta o'qishlar ham. Hojatlar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbekistonliklarga?